ovqatni islading? Nima ovqat qilmading? Kechga seni miyangni yeyman. Xotirom, tandir go'sht zakaz qilganman, salatlar, ichimliklar bilan. O'shani yeymiz. Bo'linglar tez-tez. Doim og'zimni pul bilan yopadi-ya bu. Umidi dedim-ku, nima tushunmaysiz? Voy uchi. Nima ko'ylagimni yuvmagansan? Ishga nima kiyib boraman men? Xotirom, yangisini qo'yib qo'yganman burgitib. Siz o'shani kiyavering, men bilan kiruvchiga berib boraman. Xo'p, menga qara 100 million o'tkazasan-ki, menga отчетini topshirsan, tushundingmi? Bitta ko'ylakni hatto 2 marta kiymanmi, ha? Странный молодой бар, katta moy. Dada, kiyimingiz o'zingizdazmi qilyapsizmi? Ha, nima qilibdi? Tushunmadim, Zari. Indama. Endi nimaga indamayman? Bugundan boshlab hamma ishingni yig'ishtirib, dadamning xizmatini qilasan, tushundingmi? Baliq deyapsan shu gapingga. Mani tinglaganimda ovozingni ko'tarma, tushundingmi? Men prochim, sen olib bermagan narsalarni olib beryapti menga. Rahmat dadajon. Bo'la qoling. Allo. Bitta telefonga aldandingizmi, dada? Yaqinda xotinam olib berarkan. Dadamni ham sotib olgan bu. Qo'yil, go'shida rostdan shunaqa aksiyadami? Albatta akajon, bizning aylik supermarketimizda eng kerakli mahsulotlarga doimo aksiya bor. Zo'r-ku. Ziravorlarchi bormi? Bizda ro'zg'orlik uchun hamma kerakli mahsulotlar bor. Maydonimiz 3000 kvadrat metrdan iborat. Qolaversa, Sergildagi eng katta oziq-ovqat supermarketi bizaniki bo'ladi. Zo'r-ku, bemalol qulashmachoq o'ynasam bo'lar ekanda. Meniki qancha bo'pti? Aya qo'yavering, sizga tekin Ochilbek aka. Menga tekin bo'ladi. Qancha bo'ldi deyapman? Ha, do'kon ayolniki Ochilbek aka, pul olsam urishadilar-da. Xotinimniki bo'lsa nima qilibdi? Men xotinini qo'liga qarab o'tiradiganlardan emasman, tushundingizmi? Yo pulni olasiz, yo bozorlikda olmayman. Xo'p bo'ladi. Mayli, baribir pul bitta uyga kiradi-yu. Dadasi, ishlarga ulgurmayman-da, shunga xizmatkor olsak nima deysiz? Endi oshib ketdi boru. Ulgurmayotgan bo'lsang, bugundan keyin uyda o'tirasan. Hamma ishlaringni yig'ishtirib, o'zing qilasan uy ishlarini, tushundingmi? Mayli dadasi, o'tirdi siz o'tiraveraman. Shu sizga gelik zakaz qilib qo'ydim-da, lochinim. Shunga ishlaydigandim. Mana bitta gelikka sotiladi deb o'ylayapsan-da, hozir ha? Baribir men aytganim bo'ladi. Hech qanaqa xizmatkor kerak emas. Hamma ishni o'zim qilaman.